Ozonachilar, mana xolos navbatdagi manzilimizga ham keldik. Samarqand Parsizga xudo xolisa shu yerga olib beramiz. Gigant darvozamizni eni 550, bo'yiga 4 metrli darvozamiz. Xolos shu yerga so'nifga sinib beramiz. Yo'l ustiga to'g'on chelakdan kelish, to'g'on Marvaga ketish. Ana ekanini ko'rasiga xudo xolisa yo'l o'rnatib beramiz. Ozonachilar, xudo xolisa gigant razmerdagi Dubai fasonimizda xudo xolisa so'nifgalarni bo'ldik. Ko'zdan ko'rib bitta baho beringlar. Joyda chiroyli holatda ranglangan plastik qilib mashina qilib berganmiz. Qora nerjivkalar bilan jihozlab skromli qilib berganmiz. Darvozamizda eni 550, bo'yiga 4 metr ajoyib sutda chiroyli holatda bo'lgan. Samarqand Parsizga kelib o'rnatdik. Darvozamiz oldiga ochiladi. Oching. Qanotlari ham mana yengil holatda, nol holatda bo'lgan. Borgan joyda borib to'xtaydi. Yo'q, bir qavatli vibrali chiroyli fasonda qilib berganmiz. Listlarni ham qalinda qilib berganmiz. Bir uchli listlarda bo'lgan, yondorlari ham 8 shvilder, taglari ham shvilder bo'lgan. Zamoklarni ham kaltkalarni отдельно qilib, yaxshi zamokdan qilib berganmiz. Yengil ochib yopiladi. Zazorlar ham chiroyli holatda qo'yilgan. Zazorlar ham bundan. Darvozamiz orqa ko'rinishlari ozgina qorong'i. Darvozamiz отдельно ish qilib, tepalarga taxiyat qilib berganmiz. Samarqand Parsizga ona haykalda oldiga bo'ldi. Yo'parasiga. Bahorasi ko'p holatda bo'ldi. Qalin materialda, eng qalin materialda bo'ldi. Aka, yaxshimi darvoza? Bergan pulingizga rozi bo'ling. To'ylarga yaxshilik ochilsin. Qo'llang dard ko'rmasin. Aytganingiz kelsin. Kimga shunaqangi boshqacha fasollar kerak bo'lsa, bemalol pastdan nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.